O'tgan yilning sentyabr oyida Shovot tumani va Turkmanistonning Toshhovuz viloyati o'rtasidagi chegara oldi savdo zonasi ish boshlagan edi. Endilikda O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi tomonidan ikki mamlakat tadbirkorlariga qulayliklar yaratish maqsadida majmuada birja savdo maydonchasi ochildi. Hozir shu haqda. Chegaraoldi savdo zonasi chakana savdo operatsiyalarini amalga oshirishga imkon beruvchi erkin bojxona zonasi sifatida faoliyat yuritadi. Unga 15 kungacha vizasiz kirish mumkin. Savdo zonasining umumiy maydoni 6 gektarni tashkil etadi. Hududda chakana savdo pavilyonlari, omborlar, konteynerlar maydonchalari va tadbirkorlar uchun ish joylari mavjud. Zamonaviy texnologiyalar yordamida tovarlarni saqlash, saralash, sotish va tashish tizimlari yaratilgan. Endilikda tadbirkorlar uchun yanada qulaylik yaratish maqsadida tashkil etilgan birja savdo maydonchasini ochilishdan ko'zlangan maqsad ikki mamlakat tadbirkorlari uchun tovarlarni birja savdolarida ishtirok qilgan holda savdo qilishlariga sharoit yaratishdan iborat. Aslida birja bugungi globallashuv jarayonida ishonch, aniqlik, savdodagi xalqaro aloqalarda diplomatik vazifani bajaruvchi eng muhim maydonga aylangan tizim. Undan dunyoning barcha davlatlari o'zaro kelishuv asosida eksport va import jarayonlarida foydalanishadi. Bunda tadbirkorlar o'zlarining ishlab chiqargan mahsulotlarini eksport qilishlari yoki o'zlariga kerak bo'lgan tovar xom ashyolarini xarid qilishlari mumkin bo'ladi. Savdo maydonchasining ochilishida viloyat hokimligi, O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasi, aksiyadorlik jamiyati, Turkmaniston davlat tovar xom ashyo birjasi mas'ullari, bojxona qo'mitasi vakillari, birja a'zolari va viloyatdagi tadbirkorlar ishtirok qilishdi. Mazkur savdo maydonchasini ochishdan ko'zlangan maqsad birja mexanizmlaridan foydalangan holda ikki mamlakat tadbirkorlari uchun O'zbekiston va Turkmaniston tovar bozorlariga erkin o'zaro kirish va savdo qilishni yengillashtirishdan iborat. Xususan, Shovot chegara oldi hududida joylashgan savdo maydonchasi mahalliy tovar ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlarga mahsulotlarni birjaning elektron savdo tizimlari orqali Turkmaniston bozorlariga samarali olib chiqish uchun noyob imkoniyatlar yaratib beradi. O'z navbatida xorijiy kompaniyalar birja savdosi va elektron tijoratning afzalliklaridan foydalangan holda O'zbekistonning tovar bozorlariga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu hududda savdo maydonchasining tashkil etilishi mahalliy ishlab chiqaruvchilarning eksport salohiyatini kengaytirish hamda O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni mustahkamlanishiga xizmat qiladi. O'zaro do'stona muhit tashkil qilingan uchrashuvda tadbirkorlar o'zlarini qiziqtirgan tovarlar bo'yicha batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Kelgusida ikki mamlakat o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish maqsadida tashkil qilingan ushbu uchrashuv davlatlar o'rtasidagi eksport va import operatsiyalarini amalga oshirishda tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.